Menga qarang, men sizga nonushtanni tayyorlab berdim. Yeb bo'lganingizdan keyin yuvib, yig'ib keting, xo'p? Men ketyapman. O'tir men bilan choy ich. Yo'q, o'zi shundoq ham semirib ketyapman. Dieta qilmasam bo'lmaydi. Shundoq ham yaxshisan. Semirmagansan. Sumkangni qo'y. Nimaga? Meni gapimga kirasanmi? Idishda yuvdiysan. Men seni gapingga kiraman. Sen ham sumkangni qo'y. Mana, xo'p. Aylan. Nega jinnimisiz? Aylan. Nima? Qo'lingni ber. Bo'pti. Qo'lingni ber. Voy. Jinnimisiz? Nima? Ko'zimga qara. Hop. Boring, Ozgina yaxshi gapirsam o'zingizdan ketasiz, a? Yoqmadimi? Yo'q, yoqmadi. Meni telefonim qani? Xos. Telefonimni olib chiqing. Oho. Dadamdan pul olibdi-da. Voy. Ne yuragim unaqa uryapti. Ra'no. Ha? Topdingmi telefoningni? Ha, topdim. Men ketdim. To'xta. Mashinangni men haydamayapsan. Haydagim kelmayapti shunchaki. Bu yerda do'miteyi qo'ysam g'alati emasmi? Bolachalar yana o'ynab chizishmasin mashinaga. Undan ko'ra hovlida turgani yaxshi. Nima taksida ketmoqchimisan? Ha? Seni tomosha qilib ketsin-a taksiz. Menga qarashmaydi ular. Ach keta qolaman, xavotir olmang. Bo'pti. Men bilan yedingiz, yuvish esingizdan chiqmasin. Bo'pti, xotin aka.